Programmani bu yerga yozdik. Endi bu programmaninki tor bekatninki o'zininki xususiyatiga asosan o'zgaradigan yerlar bo'ladi. Shuning uchun men bekitgan tug'ni almashtirib o'tay. Odatda tug' shu betninki eng ustki tarafi bilan eng ostki tarafi betninki intayin muhim o'rinlardan birisi bo'ladi. Ya'ni betga husn qo'shishda eng muhim. Men buningki tug'ni loyilay avval. Masalan, bir odatdagi film tor bekitini qurmoqchi bo'lgan bo'lsam, shu logoning o'zini ochdim, ichib buningga masalan xat kirgizay. Xatda o'zimiz xat nusxasini muvofiqini tanlaymiz. Men mushkil xat nusxasini tanladim. Ondan keyin my film day. Shunda bir tor bekitay xatni kirgizib olgandan yoqi buningki asldikisini elib etdim. Xatninki rangini muvofiq rangga tanishdim. Film degan xatni oq rangli qilib qo'yay, chizimlashtirdim. Ondan keyin shaklsiz quroldan foydalanib bir dona shaklsizmi. Buningki gravikininki radiosi 5 bo'lgan bir tiktot bulansizdim. Taraf cho'nliqda. Ondan buni ichiga to'ldirgan rangni xohlagan rangga tanishsam bo'ladi. Hozircha mushkul rang o'tsin. Qavatni oldim. Pastga tushdim. Ondan buni cho'ngaytib muvofiq tanishaymi. Shaklni tanishey. Shaklning o'rnini yotkidim. Yaroqqa keldim. Ctrl T bilan bu qismni biroz kichikirtay. Bunimi biroz kichikirtay. Jazmlashtirdim. Jazmlashtirgandan keyin buningki rangini boshqacharoq rangga tanlaylik. Masalan, qiyinroq ma'qul rang bo'lsin. Ondan xatni ilib mashqisining orlig'ini bir bo'shliqqa artay. Ma'qul shaklda bo'lsin. Ammo shu tug'ni bekitishda mendaq bir masala bor. Ma'noda men tug'ni shu oq narsaninki, ya'ni ustidagi oq narsaninki cho'ngligi bo'yicha qildim. Asldikisida. Qarasam buningki egizligi 99 px ekan. 113 px qo'yamdi. Shunday bekitib qo'ydim. Agar bu xil bekitsam bo'ldi. Bu xil bekitishninki bir ortiqchiligi bor. Agar egizligini avtomatik qilib qo'ysak, betni cho'ngaytgan yoki kichiklayotgan vaqtimizda shu oq narsaninki egizligini muvofiq saqlab, mening egizligim avtomatik holda shunga ergishib kichiklaydi. Shuning bilan birga kengligimi avtomatik holda mos nisbat kichiklaydi. Bunda u vaqtida betninki bu xil pastki sirg'i bilish masalasini biroz bo'lsa hal qilgan bo'lamiz. Yoki bo'lmasa tug'ninki o'zini butunlay atrofdagining hammasini, ya'ni bo'sh o'rinlarning hammasini qoldirib o'tib, tug'ning o'zini ilib, undan keyin program orqali DIY moslashtirsak bo'lardi. Bu xil moslashtirishning ortiqchiliklari va kamchiliklari bor. Davasa men birinchi qitimda buning o'zining cho'ngligini opdim, endi ikkinchi qitimda shu o'zini ilib bir taraf qilishni ko'rsatay. Image'dan kirib, bundan trim usti sol o'ng hamma tarafdagi bo'sh kateklarni amaldan qoldirmayman, bo'shliqni amaldan qoldirmayman desam, faqat shu tug'nilam epirdi. Undan keyin buni to'rga rasm saqlayman. PNG 24 suzuq holatda chizimlashtirdim, buni saqladim. Saqlagandan keyin betni yangilasam, mundaq bir masala kelib chiqadi. Ham bu xil masala kelib chiqqandan keyin o'sha tug'ninki cho'ngligida o'zimiz programni o'zgartamiz. Programni o'zgartgan vaqtida programni o'zgartirishning bir qancha xil usuli bor. Masalan, agar image deganga mushning o'ziga program yozib o'zgartsammi bo'ladi, yoki bo'lmasa bu oq rayonni biroz kichikiltib yoki cho'ngiltib, shuning masolatda osti-ustidan o'rin tashlab bir taraf qilsam bo'ladi. Bunda bo'lsa men har ikkilasini ko'rsatay. Avval menyuda programni tangshidim. Buning uchun paddingni ishlatma, usti tarafdan 19 px orliq tashlab qo'ydim. O'ngdan tashlamadim, ostidan tashlamadim, so'l tarafdan 35 px orliq tashlab qo'ydim. Bu xil orliq tashlagan vaqtida mendaq bir masala kelib chiqadi. Amaliyotdagi egizligi 113 px. Ustidan tashlasak bu egizligini nisbatan tashlagan bo'lamiz. Shuni bilan 19 px buning qo'shilib ketib 132 px bo'lib ketadi. 132 px bo'lib ketgan vaqtida bizning programmamizda qisman o'zgarish bo'ladi. Masalan, ma'ni bassam, garchi men biroz pastga tushgan, mayaqdan surilgan bo'lsa-mu, qanday bo'lib ketdi bu? Ma'nasi kengayib ketyapti. Bunchalik kengaydi. Shuni bilan birga yana mayada mas surgich ma'qul holatga chiqib qoladi. Betga to'liq to'lmagan holatda. Shuni buni hal qilishninki bunda usullari bor. Men buni tangshash uchun 35 ni 3% qilib qo'yay, 3%. Ma 19 px egizlikka qo'shilib ketilganligi uchun asldagi egizlikdan 19 ni elitma. Bo'ldi buni 61 qilaylik, 80 bo'lsin umumiy egizlik. Ma'usi 3% ni elitsam 97% bo'lish kerak. Jazmlashtirgan. Saqladim, saqlayotgandan yo'q buni yangilayman. Yangilasam bu xil shakl paydo bo'ladi. Yani bu yerdagi surgich yo'q edi. Bu xilali shakllandi, mayat azroq orliq qilib qapti. Bu qapqaga orliqning o'zi bo'lsa, biz hozir tashlagan paddingdagi 19 px orliq shu. Ham bu paddingning asosiy roli DIY-ninki eng ustidagi gravekdan ichiga qarab, DIY-ning ichiga qarab biz bekitgan qimmatni tashlash. Masalan, bu yoqdan 19 px egizlikdan tashlagan bo'lsam,
eng ustidagi oraliqdan ichiga 19px qimmat tashildi. Bu yoqdan bo'lsa 3% qimmat tashildi. Endi men bu 3% ni muvofiq qilib tangsam bo'ladi yana. 3% qilmay 2 da 5% qilaylik. 2 da 5. Mana 97 da 5 qilib qo'yaylik. Saqladim, saqlaganning yoqi buni yangilay. Yangilasam bu xil holat shakllandi. Endi ma'u narsalarni shuning qarta, ichidagi mush narsalar qarta mas qadamda kichiklatsam bo'ladi. Albatta meniki 61 umumiy egizligi 19px davası manımı 61px qilib qo'yay. 61px qilsamlar bu avtomatik holda esga keladi. Ma'mu 61px olsun. Saqladim bu xillar shakllandi. Ham qolgan narsalarni shuning qarta o'rlashtirsak bo'ladi albatta. Biz buni g'arigiz rang o'rlashtirmaymiz. Agar rang o'rlashtirmayman deb qolib qolsak, burunga o'xshash buningki ustidan ostidan orliq tashlamaymiz. Yoki rasmni mushning cho'nglig'ida cho'ngaytib bir taraf qilamiz va yoki bo'lmasa programni rasmga yozamiz. Ham bu programni DIY yozish shaklimiz mushkul bo'ladi. Endi men programmani rasm qarta yozay. Masalan buni asli qaytuvdim. Ham programmani mush menyuning ichidagi rasm qarta yozsammi, hech qanday bir masala kelib chiqmaydi. Hozir qoldi mush shu. Unda bo'lsa men bu yerga menyuning ichidagi image. Ya'ni image degan mesela kirsam, menyuning ichida image deydigan bir halqa bilan, ya'ni HTML kodi bilan men bir parcha rasm qistirdim. Demak, mush menyuning ichidagi image qarta program yozmoqchi bo'lsam, mushkul shaklda yozdim. Men buni dastlabki asos darslarda ko'p so'zlab ketgan. Buningki qanday qilaman? Marginsini bekitaman. Ustidan 19px orliq tashlab bersin. 0 0 ondan keyin bu yerga 35px qimmat orliq tashlab beray. Buningki bir yaxshi yeri mundaq. Ani bassam bu xil shaklda o'rniga kelgan bilan boshqa yerda o'zgarish bo'lmaydi. Bu programning yaxshi yeri shu. Masalan, men ekeldim umumisini meniki masalatda biz 79 o'zgartaylik, 79 mana 79px bo'lsin. Buni saqladim, saqlaganning yoq programni yangilasam bu xil holat shakllandi. Unda bo'lsa meni 19 dan biroz cho'ng qilaylik, 29 bo'lsin. Yoki bo'lmasa 25 qilsak ham bo'ldi ekan. Ondan keyin yangilasam bu xil holat shakllandi. Mushkul o'rlashtirsak bo'laverdi.